Obbo, bu chol kim bo'ldi endi? To'xta bolam, to'xta. To'xta. Bolam, to'xta bolam. To'xta kim bolam? Yaxshimisan? Uyimisan? Charchamasdan, issiqlar bilan. Buni qayerdan olding bolam buni? Zonadagi magazindan oldim otaxon. Zo'rnasi beramoqchi edim, shu niyatim bor edi bolam. Yaxshi otam. Endi o'shani qayerdan olganing, aqasi nima bu? Arqasiga bonusga qo'shib berishyapti-ku. Otasiga rahmat, shunaqangi bo'lib qo'shib berganlardi. Menga ko'rsatasan endi bolam bu joyda. Otaxon, o'ta ishim zaril. Hozir uydagilar kutib o'tirishibdi. Bu narsani olib borib ularga ko'rsatishim kerak. Bolajon, biz yoshligimizda kattalar aytgani xo'pdirdik. Seni qulog'iga gap kirami? Ota-onang qana tarbiya bergan. Olib borib ko'rsatasan bo'lsa ketib Bo'ldi, otaxon. Olib borasan o'sha yerga. Chiqing. Hayda o'g'lim. O'g'lim, zo'r texnika olsan-da, menga ancha yoqdi. Buni arzonli tomonlarini aytmaysanmi? Maytafoni ham bormi ekan? Maytafon, kolonka hamma narsasi bor. Voy, zo'r narsa zamon rivojlanib ketgan. Sizlar davridagi eski aravalar endi modadan qoldi. Ha, aytganing to'g'ri o'g'lim. Shu borgan sari hayot rivojlanib ketyapti-da o'g'lim. Bu 10 ta eshigingizni ishini bajarib beraveradi. Bu eshakka hashaydi, suv berib o'tirasiz, siz olasiz, minasiz, bo'ldi ish qiladi. Siz yana nima kerak? Magazinda zo'rligini qaylar. Hammasi shu sotuvdami shular? Hammasidan bor, xohlaganingizni tanlab olavering. Bonusini men aytaman qilib berishadi. Bonus qilib beradimi? Bonus qilib beradi. Velosiped qo'shib beradi. Bo'ldi o'g'lim. Assalomu alaykum bolalarim. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizmisiz? Men bag'rimga o'tay. Avvalo sizni ayol odamlar ancha bir ko'rmaganman. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Charchamay. Hozir yo'lda bitta jiyarimni ko'rib qoldim. Shu metrollari yo'qdi. 50 kilometrdan piyoda kelyapman farzandim. Endi o'sha narsani qiziqdimki, menga jizzaytdi, yuragim jizzaytdi. Biz paytda esharalar edi. Hozir shunga niyat qilib anchadan beri niyat qo'yardim. Endi o'shaga kelyapman o'g'lim. Bonuslari bormi ishda? Albatta, mana bunaqa narsalar bo'ladi, bonuslar. Mana bonuslar. Ya hammasi shu beramizlar bonusga. Beramiz biz. Malades. Otangizga rahmat sizni katta qilgan. Bu bizga qanaqasini tavsiya qilasiz? Men qo'shnilikka ishataman o'g'lim. Sizni nima olishingizga qarab, qanday ish qilishingizga qarab turib, avval sizni fikringizni olamiz. O'shanga qarab mahsulot beramiz. Biz endi olganimizdanki texnikamiz og'ir yukka ham, yengil yukka ham, sovuqqa ham. Hozirgi yoshlarga o'xshagan emas. Firgarga yosh katta odamlarga o'xshagan baquvvatidan berasan-da o'g'lim. Bo'ldi aka. Siz sizning ko'nglingizdagi zo'ridan qilib berasan. Menga. Mana shu narsa eng zo'r sifatli narsa. Qiymati bo'lgan narsa. Agarda sovuq yomg'ir sochinda yurmaydigan bo'lsa, anaqa narsalar bor. Qor kabinasi bor ekanda, tayyor. Hozir yaxshi mahsulot mana shu. Oldi jinsilar bilan qoplangan, oldi tormozlari bilan. Endi siz bu narsalarni juda yaxshi tushunmasligingiz mumkin, lekin birorta joyga olib boradigan bo'lsangiz, odamni ko'rib turib havas qiladigan narsa. Keyin darvozaga buzilib qolmaydi. Motor reduktorlari boshqacha, akkumulyatorlari katta, yurishga qulay, yerdan baland. Yerga yopishgan emas, ballonlari ham katta, yerga botmaydi, botqoqli. Buni zapchastlari nima bo'ladi, jiyan? Zapchaslari ana hamma zapchas, hamma detallari bizda bor. Hamma narsani shu yerda hamma narsa topsiz bo'ladi. Servis xizmatlari bor. Servislar bor. Garantiya qog'ozlari bor. Pechati bilan, nomer texnik. Men shundan joyda o'qitib yurdim, jiyanim, mana shu bolani yo'lda ko'rib, yuragim jizzayib chetga keldim. Shu narsani menga tavsiya qilganingni o'g'lim, o'zing tavsiya qilgan narsani olaman. Bo'ldi. Menga og'ir yukka uyda ishiga vazifa bajarib berish kerak. Bo'ldi, hozir zo'ridan beraman. Qo'l tasha jiyanim. Sog' bo'lgin. Yaxshi kunlarda. Men seni yig'ib keldim-da endi. Sog' bo'lgin. Ha. Ey, yasha o'g'lim, rahmat. Hojiva mana, assalomu alaykum. Xursand bo'ldim, hoji buva.
Sen ham hojilarga borib kelgan o'g'limlarga o'xshab bu ketmonimni shuni ichiga solaveraman dedi. Oy, bemalol ishlatgan bo'lasiz. Bu rakishga emas ishlatgan bo'lasiz. Bu xolasi aptami? Ichida. Xolasi ichida. Qani o'g'lim. Qani, bismillah. Topganingga Alloh baraka bersin. Amin. Ishing oldinga borsin. Amin. Sen katta qilgan ota-onangga rahmat. Amin. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Amin. Allohu akbar. Xayrli qilsin Alloh. Rahmat. Yo'limiz yurtimiz. Kimga kerak bo'lsa, sizlar zonaga kelaverar ekanda. Ha, kelasiz. Birodarlarim bor-da. Ha, bemalol olib kelavering, adresimiz aniq. Bo'ldi o'g'lim. Yasha, rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'lgin. Ashulalar eshitib ketaman ekanda. Eshitib, mazza qilib, damni olib, hordiq chiqarib. Rahmat. Deganda bir piyoz choy bilan yaxshilab eshitib o'tiraverasiz. Bo'ldi farzandim. Xudo xolasa og'inalarim bilan kelaman. Bemalol, kelavering. Og'inalar bor. Hammamiz chorvador, chepqon odamlarmiz. Qo'y boqamiz. Qo'yga yem toshib yuramiz. Rahmat, sog' bo'lgin. Har kuni shu kuni kelavering, bemalol. Shunda gazini bossanchi, boramiz. Gazini bosasiz, tomizni bosasiz, bo'ldi. Yasha o'g'lim. Salomat bo'ling, yaxshi bo'ling. Yo'llaringizga xatar bo'lsin. Xayrli qilsin. Gidip yodimda bari armonlari qiynab o'tadi. Qaytib ketgan bahor singari yoshlik bizni tashlab ketadi. Kechagidek yodimda bari armonlari qiynab o'tadi.